eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bu bilimsizlik. Katta yo'lga qadam qo'yapmiz. Kim shiddat bilan harakat qilyapti. Mana natija. Bilasizlarmi? İnsonga e'tibor deyapmiz. Agar sifatli ta'lim bo'lsa, bu ham e'tibor. Prezidentning ishongan kuchi, qudrati, muallimlar, murabbiylar. Ana shunga biz hammamiz birlashsak, o'shanda natija bo'ladi. Maktab qurib berishimiz shart, lekin ichidagi muhit, ichidagi ta'lim, ichidagi milliy g'ururimiz, iftixorimiz bu faqat sizlarga bog'liq.